uy ijarasi uchun har oy 600-700 AQSh dollardan daromad olish uchun investitsiya kiritishga qulay uy izlayapsizmi? Unda bu uy aynan siz uchun. Ushbu ko'rib turgan uyimiz Chilonzor tumani 19-kvartalda joylashgan bo'lib, 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan Euro ta'mirdan chiqqan uyimizni bu mehmonxona qismi, o'zining yumshoq mebellari bilan ko'rib turganlaringdek TV zonasi. Bu yerda esa oshxonamiz o'rni bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Uyimiz egalari tomonidan ko'rib turganlaringdek kishilik spalni qo'yilgan. Oshxonamiz esa balkon qismiga ko'chirilgan bo'lib, balkonimiz 1,5 guch bo'lgan balkonda uyimiz egalari tomonidan oshxonaga o'zgartirib, kerakli barcha mebel va texnikani yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek, uyimiz 4 qavatli binoni 1-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringdek, rang va sifat uyg'unligiga alohida e'tibor bilan ta'mirlashgan did bilan. Ushbu uyimizni ijaraga berib ham har oy 600-700 AQSh dollardan passiv dohodga kirsangiz bo'ladi. Glavniy eshikdan kirib kelish, o'zini veshilka stroyniy shkaflari, eshiklarida ham yaxshisidan qo'yilgan, ko'rib turganlaringdek, va o'zini razdельный sanuzelimiz. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan, ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan, ko'rib turganlaringdek. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 19-kvartal WhatsApp chorrahada joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan avtorskiy proyekt asosida tayyorlangan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalari bilan birgalikda egalari 77.500 AQSh dollar narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.